bir guruh farg'onalik ommaviy axborot vositalari hamda turizm sohasi vakillarini Qirg'iz Respublikasi Botken viloyatidagi xushmanzara joylar o'ziga chorlagan. Qish ziynati tufayli oppoq libosga burkangan adirlar u quruvqor tog'lar oralab Haydarkon shaharchasi yaqinidagi G'oviyon dam olish maskaniga yetib keldik. Mutasaddilarning aytishicha, yo'l xaritasidagi vazifalarni amalga oshirishda qo'shni viloyatlarning turizm salohiyatidan kelib chiqib, bir qancha kelishuvlarga erishilgan. Etno turizmni rivojlantirish, eko va agro sohalarni rivojlantirish bo'yicha bir qancha kelishuvlarga erishildi. Buni natijasida nafaqat turizmni rivojlantirish, balki millatlararo totuvlik, ya'ni o'zbek va qirg'iz birodarlarimiz o'rtasidagi intibog'lik, festivallar bo'ladimi, tadbirlar bo'ladimi, mana shularda hamkorlikda ishtirok etish bo'yicha kelishib olindi. Albatta bu ikki mamlakat, ikki viloyat o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik munosabatlari yo'lga qo'yilganligidan, qolaversa hududlarning turizm salohiyatini keng ommaga targ'ib qilish, shu orqali sayyohlar oqimining ko'payishida ommaviy axborot vositalari vakillarining roli katta. Shu bois yil boshidagi infotur Botkenga uyushtirildi. Ijodkorlar G'oviyondan katta zavq olishdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ularga hamrohlik qilishdi. Botken viloyatiga uyushtirilgan infotur davomida farg'onalik jurnalist va blogerlar G'oviyon qishlog'ining tabiati bilan yaqindan tanishdilar. Ayni maqsadda ikki tomoni tog'lar bilan o'ralgan yo'lda piyoda sayrga chiqdilar. Hududning nabotot va hayvonot dunyosi o'rganildi. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida agro yo'nalishi bo'yicha ish faoliyati olib boraman. Mana shu joydagi agro sohadagi yo'nalishlarda ko'proq guvohi bo'lyapmiz. Ya'ni bu yerda Qirg'izistonda malina plantatsiyasi juda keng, tarmoqli ravishda kengaygan ekan. Bular haqida gaplashdik. Mana hozir daralarda bir sayohat davrida mana shunaqa butalarda o'sha o'zbekona tilda zirik deyiladi. O'zi asli qorag'at nomi bilan kitobda yuritiladi. Mana shunaqangi butalardagi ziriklarni ham mana o'z qo'llarimiz bilan terib ma'lumotlar olishga harakat qilyapmiz. Bu yerdagi o'sha Qirg'iz elidagi do'stlarimiz bilan kelgusida agro sohadagi ish faoliyat olib borishga kelishib oldik. Mahalliy aholi tomonidan Muztog' deb ataladigan tog'dan boshlanadigan G'oviyon soy atrofidagi manzara barchani o'ziga maftun etdi. Kimdir taassurotga boy onlarni esdalikka muhrlash bilan, yana kimdir toza havodan to'yib nafas olish bilan mashg'ul bo'ldi. Qish chillasi bo'lishiga qaramay Jilg'aning zilo suvlari ta'mini tatib ko'ruvchilar ham topildi. Bu galgi infotur hammasidan o'zgacha bo'ldi deyishmoqda mas'ullar. Shu tariqa farg'onaliklar olam taassurotlar bilan qaytdilar. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Qirg'iz Respublikasi Botken viloyatidan tayyorlandi.